Uzdil HTML dersidagi 22 qism HTML bosh qism elementlari. HTML'dagi qiyod elementini oldida o'rganib o'tdik. Qiyod elementi barliq bosh qism elementlarini qo'shadigan quti hisoblanadi. Uning asosida tag kod uchuri, uslub hujjati va manba uchurlari bo'ldi. Masalan, style, script, meta, link, base, title qatorliq shu elementlarni, ya'ni shu xat kuchlarni o'z ichiga oladi. Masalan, asli kodni qaraydigan bo'lsak, qiyod qismi bu yerda boshlangan bo'lsa, bu yerda title, meta, base, link, style qatorliqlarni ishlatdik. Biz buningga bir aniqlik berib kelsak, HTML ki title elementi u cho'qim belgilash tegishli qiymat hisoblanadi. Uning roli 3 roli bor. Birinchi, tor ko'rgichdagi torbat nom uchurini ko'rsatadi. Ikkinchi, torbat saqlag'ich tarafidan saqlangan vaqtdagi tema uchurini mush title qiymati belgilaydi. Üçüncü, izlesh motor tarafidan mush torbetimiz qo'shib olgan vaqtda shu uchurniki mavzusi mush titlening qiymati bilan belgilandi. Andan keyin HTML'dagi base elementi, base xat kuch orqali bet yuzidagi barliq ulanishlarning asldagi adresi va asldagi ulanish nishon tarjit qiymatini belgilaymiz. Masalan, misolda buningki asldagi qiymati uzlcom.ki images degani buningki asldagi nishon adresi. Andan keyin ulanishni har qanday ulanishni chekkan vaqtimizda cho'qim yangi betda ichilsin deb aniqlik berilgan bo'lsa, ma'qulatli kodni qo'shsak bo'ladi. Andan keyin HTML'dagi link elementi bilan style elementi. Link xat kuch orqali boshqa hujjatlarni torbat yuzida singdirib ishlatish bo'ladi. Ya'ni linkning o'zida ulanish degan ma'noda buning ko'pincha uslub hujjatini qo'shib ishlatamiz. Andan keyin style deganga bevosita shu uslub hujjatlarni qimmat qilib yuklashga bo'ladi. Masalan, ma'lum qaraydigan bo'lsak, bu yerda style CSS degan hujjatni mush betningki uslub hujjati sifatida ishlatsin deb sirtdan ulab ekirdi. Andan keyin style orqali mana ichiga bevosita buningki CSS kodlarini, ya'ni uslub hujjat kodlarini meyaga yozdik. Andan keyin HTML'dagi meta elementi, meta xat kuchi HTML hujjatininki meta sonliq ma'lumot uchurini ta'minlaydi. U bu uchurlar torbat yuzida ko'rinmaydi, lekin tor mashina odami yoki tor o'mchik tarafidan metaning uchurlar o'qildi. Meta elementi torbat zot uchuri, halqiliq so'z, avtorlik huquqi, hujjat o'zgartirilgan vaqt qatorliq shu torbatga munosabatli bo'lgan uchurlarni o'z ichiga oladi. Masalan, mana qaraydigan bo'lsak, meta buningki nomi description, ya'ni mush torbatga nisbatan qisqacha izohat mazmuni, masalan, free web tutorials on HTML, CSS, XML deb bunda yozdik. Andan keyin buningga halqiliq so'z, buning qiymatlariga nisbatan bunda pesh orqali ayirib turib 3 dona halqiliq so'zni bekitdik. Andan keyin HTMLdagi script elementi, script xat kuch orqali abont bo'lkining tag kodiga aniqlik beramiz. Masalan, JavaScript degandek. Biz keyingi darsimizda bu script element haqida tafsiliy to'xtalamiz.